Texpasport almashtirish uchun ortiqcha to'lov. Mashinam 2025-yil. 2025-yil texpasport olganman. Men oddiy haydovchiman, ixtiyoriy haydovchiman. Ishga kelib uyga boraman. Texnik ko'rikdan o'tkazish 10 yilda bir marotaba ixtiyoriy ravishda, to'g'ri? Lekin 10 yoshga to'lmagan texnik ko'rikdan majburiy o'tish kerak bo'lgan avtomobil va uning egalari ham mavjud. Bularga kiradi firma, ya'ni korxonaga tegishli bo'lgan avtomobillar, ko'chada tirikchilik qilmoqchi bo'lgan, Yandex litsenziya olmoqchi bo'lgan insonlar va kattagina yuk avtomobillari. Endi bo'lsa texpasportda 5 yilda bir marta zamin qilish bo'yicha gaplashamiz. Shu masala bo'yicha ko'pchilik ma'lumotga ega emas va bekordan bekor GAIga borib qo'yishayotgan ekan. Qaranglar, hozir 100% sizlar bilan aniqlik kiritamiz. Qo'limda texpasport. Bu texpasport 05/01/2023-yilda olingan va bu 5 yilgacha emas. Bu bemalol cheksiz muddat oldi sotdi shartnoma qilgunimcha, ya'ni mashinani kimgadir sotib olgunimcha harakatlансam bo'ladi. 5 yilda borib majburiy almashtirishim shart emas. 2026-yil 1-apreldan boshlab olingan texpasportlarga muddat belgilanyapti. Yoki aynan 2026-yil 1-apreldan keyin oldi sot shartnoma qilgan, GAIga borib yangi nomer olib o'zi yangi mashina olgan odamlarga srok yozilyapti. Lekin mana mamlakat payt olingan texpasport bu o'sha bemalol cheksiz sotgunizcha harakatlansangiz bo'ladi. Texnik ko'rikni texpasport zaminga hech qanaqa aloqasi yo'q va har bitta texnik ko'rikdan o'tgan avtomobil onlayn tarzda registratsiya bo'ladi. Bu videoni hozirdan har bitta mashina haydaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yasiz. Mabodo sizga texnik ko'rik xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol mana shu joyga kelib murojaat qilsangiz bo'ladi.